Assalomu alaykum. Ismim Mohinur va men Registon maktabi 11-sinf o'quvchisiman. Registonda o'qib, IELTS dan 8 va SAT dan 1560 natijani qo'lga kiritdim. Registonga kelganimda ingliz tili darajam elementary edi. Bu yerdagi ustozlarning sabrli yondashuvi, to'g'ri metodikasi va doimiy qo'llab-quvvatlash natijasida qisqa vaqt ichida IELTS dan 8 natijaga erishdim. SAT ga tayyorlanish jarayonida matematikadan juda ham qiynalardim. Ammo support ustozlarning individual shug'ullanishlari, to'g'ri yondashuvlari natijasida SAT dan 1560 ballni qo'lga kiritdim. Bu natijaga erishishimda ustozlarimning va ota-onamning o'rni juda katta. Ularning doimiy ishonchi va qo'llab-quvvatlashi menga katta motivatsiya berdi. IELTS va SAT ga endi tayyorlanayotgan o'quvchilarga maslahatim: ko'proq so'z yodlang, diqqatni bir joyga jamlang va eng asosiysi to'g'ri muhit tanlang. Agar siz ham yuksak natija va kuchli muhit izlayotgan bo'lsangiz, Registon maktabini ishonch bilan tavsiya qila olaman.